qimmat oluvding tillalarni. Shunga senga olib keldim yana. Har doim qimmat olaman. Oh, yana shuncha tilla olib keldingiz. Nima hisobda shuncha tillani opa? Ha, endi to'y qilyaptim. To'y qilyapsiz, o'g'il uylantiryapsizmi deyman-da. Yo'q, chiqaryapman. Voy, qizingiz chiqarayotgan bo'lsangiz, nima qilasiz shuncha tilla hisobda? Rasxod kuyov bola qilmaydimi? Voy, endi kuyovga ozgina yordam bo'lsin dedim-da. Ha, kuyov o'ylabsiz-da opa, hozirdan. Mayli, asosiysi baxtli bo'lishsa bo'ldi-yu. Hamma tilla sotmoqchimisiz opa? Hammasini sotaman. Bu ko'p bu yerda. Yetmay qolishi mumkin-da. Necha pullik tillam bor deb o'ylaysiz? 20 million chiqsa kerak. Ya opa qo'ysangchi, men ikkitasini o'zi 20 million bo'lsa kerak. Bu tillangiz ko'p, hammasini hisoblab bering sizga. Hammasini hisoblasang? Xo'p, 585 proba ekanda, xo'p, mana bu komplektlaringiz ham yaxshi ekan. Mana bu yengisi ham bor ekan, mana bu braslet taqilmagan, buni ham sotib olaverasiz. Sotaman endi, yetmay qolishi mumkin-da. Gap yo'q, unda bundoq qilamiz, qarang. Qo'shib yuboraver uni ham. Ya, belkasi bor-da, opa, xo'p. Men sizga общий hisoblab aytaman, hozir qarang, tak. Bu tillalaringiz, oho, opa, 51 gram ekan. 51 ga hisobladim, 50.99 chiqadi. Plus 673 mana bu brasletingiz bo'lsa, hamma narsangiz yaxshi ekan, men sizga 900 mingdan qilib beraman. Общий summa, oho, 51 million 957 ming chiqadi. Men sizga 52 million qilib beraman. Sardor, aldaysan-ku sen? Nimaga aldingmi, opa? Sen menga shuncha pul berasanmi? Voy. 20 million chiqsa. Reels ko'p ko'ryapsizmi? Men Instagram bersam ishonasizmi? Oldin ber, keyin ishonaman. 52 million bot bo'ladimi? Qani berchi? Voy. Beraman, opa, beraman, ne shoshirasiz? Mana. Ne aldingman sizga? Voy, rostdanmi? Qarang, mana 20 million, 30, 40, 50 million bo'tdi. Hozir yana 2 million beraman. Voy, rostdanmi? Rostdan, opa, qimmat olib qolaman deb aytaman sizga. Mana opa, bu yerda 2 million, общий aytganimda 52 million. Sumkangizga solib oling pulni. Rostdanmi? Ha, rostdan. Rahmat. Qolgan tillalarim deb keyin safar yana senga olib kelaman. Bo'ldi, shotaman xizmatga opa. Bemalol. Mana shuncha pul chiqadi deb o'ylamadim. Ha, qimmat hisoblab beraman-da, opa, qimmat olib. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarni ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlarni ham xuddi shunaqa xursand qilib qaytarib olamiz.